Assalomu alaykum mazuşkalarım. Emotsiyalar yo'q. Bugun meni muxlislarim gamay o'xshadi. Sizni muxlislaringiz o'xshadi ko'ra. Meni hech kim aytmadi-ku, qichqirmadi-ku. Meni muxlislarim bormi o'zi bida? Esa qaytdan salomlashamiz. Assalomu alaykum mazuşkalarım. Ravshanbek sovuqda do'ngib ham qolsang, enklaringiz ne degan? Undan shakir etib yotibdi. Mesulat sazı gelip bir yarım saat oldu hizmet ettikmiz canımızı cabbar haberi bu. Bana işi de onu verin ya mı? Ver. İşi de işet bir şeylik. Kanı yap salması balın. Mazuşkalanı muhlisleri var mı? Ne kadar var eken muhlisleriniz? Hozir bu qora gözlerini görüp, shunday chiroyli chehralarni görüp juda xursand bo'lib turibman Ravshanbek. Sababi ishini yaxshi kunda ko'rishmasak, boshqa qachon ko'rishamiz. Hammani bir yere yig'nab bo'lmaydi. Instagramda bular meni ko'radi, men bularni ko'ra olmayman. Lekin hozir ko'rib turib, men juda xursand bo'lib turibman. Hammangizda bayram kayfiyatda yaxshimi? Hamma kichkinalar eldima kelib vaqt qarang. Oqshom podarka tarqatdim. Lekin 4-5 tane milisiyan boshqara olmadi xalqni. Basa-bas bo'lib ketdi. Keyin men va'da berdim. Uylaringizga borib tarqataman dedim-da Ravshanbek. Haqiqatdan ham va'dam ustidan chiqib, bugun ozonda chiqqanim, hozircha podarka tarqatib uyma-uy kelib chiqdim Ravshanbek. To'g'ri, men ham javob etganimdan shunday dedi, podarka tarqatib yuribman dedingiz. Shunda deb turib hozir bera keldimdan. Nechun deganda hozir berdim tarqatmakka qo'rqdim. Sababi oqshomgidek urush bo'lib ketsa, vog'irda bo'lib ketsa dedim-dan. Tinch yo'l bilan o'tirik bugungi bayramni dedim, lekin mazdushkalarimni xafa qildirmayman. Ertaga ham